Biz suvosti kemalari sohasida har qanday davlatdan 25 yil oldindamiz. Hech kim bizga hatto yaqinlasha olmaydi. Hech kim bizni quvib yeta olmaydi, dedi AQSh rahbari Donald Tramp. Tramp AQSh Vyetnam va Afg'onistondagi urushlarni osonlik bilan yutishi mumkin bo'lganligini, lekin siyosiy o'g'irlik tufayli yutqazganini aytdi. Vyetnamdagi muammo shundaki, biz g'alaba uchun kurashishni to'xtatdik. Biz osongina g'alaba qozonardik. Afg'onistonda ham osongina g'alaba qozonardik. Har qanday urushni osongina yutardik. Lekin biz siyosiy o'g'ri edik. Keling, yumshoqroq bo'laylik. Endi biz siyosiy o'g'ri emasmiz. Biz yutmoqdamiz, dedi AQSh rahbari. AQShdagi shutdown sababli Ukrainaga qurol yetkazib berish to'xtatilgani yo'q, dedi Vladimir Zelenskiy. Zelenskiyning boshqa bayonotlari. Ukraina Rossiyaga zarbalarni nafaqat dronlar bilan, balki o'zining boshqa uzoq masofali qurollari bilan ham amalga oshirmoqda. Biz Rossiyaning mudlatilgan aktivlaridan foydalanish uchun 3 ta asosiy paketni taklif qilamiz. Birinchisi, Ukraina ishlab chiqaradigan qurollar paketi uchun. Ikkinchisi, Ukraina ishlab chiqarmaydigan, ammo Yevropa taqdim etadigan qurollar uchun. Uchinchisi, na Ukraina, na Yevropa ishlab chiqaradigan AQSh qurollari uchun. Butun infratuzilmamizni himoya qilish qiyin. Elektr energiyasi ta'minoti bilan nima bo'lishi haqida aniq biror nima deyish qiyin, dedi Ukraina yetakchisi. Yevropadagi dronlar bilan bog'liq holatlarda Rossiyani ayblash uchun hech qanday asos yo'q, dedi Kreml matbuot kotibi. Dmitriy Peskov shuningdek, Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun yetarli kosmik salohiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Harbiylarimiz Ukrainadagi nishonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni Xitoy yoki boshqa xorijiy davlatlardan olmaydi, dedi Peskov. Eron hozirda Qo'shma Shtatlar bilan muzokaralarni qayta boshlashni rejalashtirmayapti, dedi Eron Tashqi ishlar vazirligi. Biz butun dunyo uchun urushyapmiz. Avvalo terrorchilar Yevropaga bostirib kirishining, keyin esa AQShga hujum qilishining oldini olish uchun harakat qilyapmiz, dedi Benyamin Netanyahu. Polsha, Estoniya, Latviya va Litva 2021-yilda Rossiya bilan muzokaralarni to'xtatdi. Biz Yevropa ittifoqi nomidan gapirmoqchi edik. Ammo Putin bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara o'tkaza olmaslik Ukrainadagi urushga olib keldi, dedi Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel. Merkel amalda Polsha va Boltiqbo'yi davlatlarini o'z pozitsiyasi tufayli Ukrainadagi urushda aybladi. Germaniyaning sobiq kansleri 2021-yilda u Putin bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara o'tkazishni taklif qilganini, biroq Yevropa ittifoqining ayrim davlatlari bunga qarshi chiqqanini aytdi. Merkelning so'zlariga ko'ra, muloqotning yo'qligi voqealarning boshqacha rivojlanishiga sabab bo'lgan edi, deya qo'shimcha qildi u. Biz tinchlikka erishish uchun qanday pozitsiyani egallashni o'ylab ko'rishimiz kerak. Ayni paytda u Yevropa haqiqiy to'xtatuvchi bo'lib qolishi va Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerak deb hisoblaydi. Ukraina dronlari hujumidan so'ng Qrim hududidagi eng yirik neft terminali olov ichida qoldi. Dronlar Feodosiyadagi neft omboriga hujum qilib, katta yong'inga sabab bo'ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, yana bir yonilg'i baki portlagan. Uning nurlari o'nlab kilometrlargacha ko'rinib turgan. Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga tayyor emas. Andrey Babish Chexiyada parlament saylovlarida g'alaba qozongan norozi fuqarolar harakati partiyasi yetakchisi milliarder Andrey Babish Ukrainani Yevropa ittifoqiga qabul qilishga qarshi chiqdi. Siz Yevro ittifoq uchun tayyor emassiz. Avval urush yakunlanishi kerak. Albatta, biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashimiz mumkin, lekin siz hali Yevro ittifoq a'zoligiga tayyor emassiz, dedi Andrey Babish.